Behuda chiranish belni sindiradi. Odam bolasi bo'yidan baland sakrashga harakat qilishini shu 4 ta so'z bilan tushuntirish mumkin. To'g'ri, odamzod nimagadir erishish uchun albatta harakat qilmog'i lozim. Lekin bu harakat bema'ni bo'lsa ham mayli degani emas. Masalan, yoshlar biron yaxshi maqsadni ko'zlab turib xato qilsa, kattalar "Ha mayli, hali yoshda" deyishadi. Lekin yoshi ulug'lar ham shunday xatolarni qilsa-chi? Xo'p, xato degan so'z bu yerda unchalik o'rinli ishlatilmayotgandir. Shunchaki fikrimni aniq va tushunarliroq bayon etish uchun ushbu so'zni tanladim. Har faslning o'z vaqti bor, to'g'rimi? Qishda yozdek bo'lib ketsa yoki yozda qishdek qahraton bo'lib ketsa odamlarga ma'qul kelmaydi. Vaholanki o'sha yoz ham, qish ham o'z davrida odamlarga ma'qul va oddiy holdek tuyulgan. Odam ham yoshligida ulug'vordek ko'rinishga yoki yoshi ulug' kishi o'zini navqiron paytdagidek ko'rsatsa shunday hissiyot paydo bo'ladi. Men bu gapim bilan yoshlikda istalgan noma'qulchilikni qilish yoki qaraganda shijoatni yo'qotib shalvirab qolish kerak demoqchi emasman. Shunchaki hammasi me'yorda bo'lgani yaxshi. Aytganlarim yana ham tushunarliroq bo'lishi uchun mana bu hikoyani tinglang. Dotsent Muxtorxon Mansurov nihoyatda istarasi issiq, nihoyatda dilkash chol. Shu qadar dilkashki, uni ko'rgan kishi har faslning o'z husn-latofati bor degan gapni yil fasllari to'g'risidagina emas, umr fasllari to'g'risida ham aytsa bo'lar ekan deb qolardi. Uning bitta-ikkita qora tukchab berib qolgan oppoq cho'qqi soqoli, yopirmay, soqol ham odamga shuncha yarashadimi-ya? Cholni bunchalik istarasi issiq, dilkash qilgan, soqolidan tortib yurishigacha hamma narsasini, har bir harakatini chiroyli, yoqimli qilib ko'rsatgan. Ehtimol uning odamoqinligi ham shundan bo'lsa ajab emas. O'zi shunaqa bo'ladi-yu, yaxshining yuzida zuluk ham xol bo'lib ko'rinadi. Ammo lekin Muxtorxon domla nafsil amriga odamning joni edi. Uning xushfe'lligi, to'porligi, mahallada katta-kichik hamma bilan salomlashar, yosh bilan yosh, qari bilan qari bo'lib gaplashar. Xursand kishi bilan chaqchaqlashib, xafa bilan dardlashar edi. Bu odam mahalla hayotiga, har bir kishining diliga kirib shu qadar singib ketgan ediki, ta'tilga yo safarga ketsa, butun mahalla huvullab qolganday bo'lardi. Kunlardan bir kun mahallada duv-duv gap bo'lib qoldi. Muxtorxon domla uylanarmishlar. Domla bundan 3 yil burun beva qolib, unga goh singlisi, goh uzatgan qizi qarab yurardi. Uning niyatini eshitib mahallada xursand bo'lmagan odam qolmadi. Hech kim qarigan chog'ida juftidan qolmasin. Osonmi? Kishi nima bo'lishini bilmaydi. Bosh yostiqqa tegishi bor. Qari odamga mahram kerak. Hali hech kim ko'rmagan bo'lsa ham Muxtorxon domla yoqtirgani uchun juda aqlli, tamizli ayol chiqishi muqarrar bo'lgan kelinni hamma g'oyibona yaxshi ko'rib qoldi. Mahallamizning toloi bor ekan, deyishardi. Domla otaxonimiz otadek gap edilar. Kelinimiz bizga onaxon bo'ladilar-da. Mishmish rost bo'lib chiqdi. Domla bozor qilishni, magazinga kirishni jinidan battar yomon ko'rardi. Kimdir uni univermagda navbatda turganini ko'ribdi. Ertasiga choyxona oldidan chamanda gul do'ppi kiyib o'tdi. Mahalla faollari kengashib mahalla nomidan yaxshiroq bir to'yona qiladigan bo'lishdi. Ularning fikricha bu narsa kuyovga ham, kelinga ham butun mahalla aholining hurmat va muhabbatini izhor qilish kerak edi. Shu orada domla qayoqqadir ketib bir haftadan keyin paydo bo'ldi. Uning avtobusdan tushib kelayotganini ko'rgan choyxonadagi odamlar hang-mang bo'lib qolishdi. Chol ulgur soqolini, shunday chiroyli soqolni tak-tugi bilan qidirib tashlabdi. Achinmagan, xafa bo'lmagan odam qolmadi. U biron yoqqa borib qaytganda choyxonaga kirmasdan, katta-kichik bilan ko'rishib hol-ahvol so'rashmasdan o'tmas edi. Hozir choyxonaga yaqinlashganda ko'chaning narigi yuziga o'tib oldi-yu, yerga qarab jadallagancha o'tdi ketdi. Uning o'zigagina emas, butun mahallaga fayz kirgizib turgan soqolni oldirgani, buning ustiga yana choyxonani chetlab o'tgani ba'zilarini tashvishga solib qo'ydi. Domlamizga nima bo'ldi ekan? Domlamiz nega bunaqa bo'lib qoldi? Domlaga hech bir g'ubor qo'nishini istamagan boshqalar bu ikki gunohni bir-biriga yegizib, uni oqlashga tirishdi. Domlamiz biron xayolga borib soqolini qirdirgani hozir pushaymon, uyalganidan bizga ro'para bo'lmadi. Oradan ko'p o'tmay choyxo'rlardan biri qiziq bir gap topib keldi. Bu yigit domlani shaharning narigi chekkasidagi parkda ko'ribdi. Domla boshida chamandagul do'ppi, egnida kalta va tor shim, katak ko'ylak, yengini baland chimargan, birakida kattakon tilla soat. O'zi yakka pivo ichib o'tirganmish. Uning bunday odati yo'q edi. Shuning uchun yigit hayron bo'lib biroz qarab turibdi. Domla 2 shisha pivoni ustidan 100 gram aroqni bitta otib o'rnidan turibdi-yu, gulchidan kattakon guldasta sotib olib, parkning orqasidagi jin ko'chaga kirib ketibdi.
Bu gapni eshitib odamlarning dami ichiga tushib ketdi. Ba'zi birovlarning ko'ngliga allaqanday jirkanch, domlaning sha'niga hech to'g'ri kelmaydigan gaplar keldi. Shunda mahallaning qariyalaridan Karim ota hozir ba'zi birovlarning ko'ngliga kelgan gapdan ham xunukroq bir taxminni aytib qoldi. Obbo, ish qilib oxiri baxayr bo'lsin dedi. Kelinimiz yoshga o'xshaydi. Qiz bo'lmasa deb qo'rqaman. Karim otaning bu taxmini domlaning keyingi vaqtlardagi raftoriga qaraganda ehtimoldan uzoq bo'lmasa ham odamlarga qattiq malol keldi. Bir ikki kishi Karim otaning dilini og'ritdi. Biroq oradan ko'p o'tmay Karim otaning taxmini to'g'ri chiqib qoldi. Domla o'zining talabasi 20 yashar bir juvonga uylanayotgan emish degan gap tarqaldi. To'yga yaqin qolganda kelin ko'chaning boshidagi atiliga ko'ylak buyurgani kelgan ekan. Nima bo'lib bundan xabar topgan ayollar ko'rgani borishdi. Kelin darhaqiqat yosh, lekin xuddi qizilchilakka semirganday yumaloq. Egnida yengsiz qizil ko'ylak, boshida popushakning tojiga o'xshagan, lekin qizil shlyapa. Qo'lidagi sumkasi, oyog'idagi poshnasi bir qarish tuflisi ham qizil. Uni adovat va nafrat bilan boshdan oyoq kuzatgan ayollardan biri burilib ateliyadan chiqib ketar ekan, xo'rozqandga o'xshamay o'l dedi. Qarigan chog'ida xo'rozqand yalamay domla ham o'lsin dedi yana biri. Bu laqab darrov tarqalib ketdi. Domlaga qo'l urish bilan mahallaning fayzini o'g'irlagan, odamlarning dilini hamisha yoritib turadigan chiroqni so'ndirgan bu ayolni ko'rgani ham, ko'rmagani ham toshni teshadigan bir g'azab bilan yomon ko'rardi. Bu g'azab odamlarning ko'nglidagi domlaga bo'lgan hurmat va muhabbat tuyg'usini chirita boshladi. Bora-bora domla deganda odamlarning ko'ngliga g'ashlik tushadigan bo'lib qoldi. Domla shuni o'zi sezsa kerak, mumkin qadar odamlarning ko'ziga ko'rinmaslikka tirishadigan bo'ldi. To'y kelinnikida bo'lib o'tdi. Buni mahallada Karim otadan boshqa hech kim bilmay qoldi. Karim ota ham to'yga emas, kabob pishirib bergan chaqirilgan ekan. Bundan xabardor bo'lgan mahalla yoshlari uni hol joniga qo'ymay choyxonaga olib chiqishdi va to'y qanday o'tganini gapirib berishga majbur qilishdi. Karim ota birovning sirini aytmayman deb avval tirxashlik qildi-yu, bir ikki savolga javob bergandan keyin qulfi dili ochilib ketdi. Ikki gapning birida peshonasiga urib, goh bo'g'ilib, goh qotib kulib odamlarni kuldirib hikoya qildi. To'yga kelin tomondan 50 ga yaqin, kuyov tomondan 8 kishi aytilgan ekan. Ikkala tomondan ham hammasi bo'lib 11 kishi kelibdi. Bir dutorchi, 2 ashulachi va Karim ota ham shu hisobga kirar ekan. Soat 6 ga belgilangan to'y soat 10 dan oshganda boshlanibdi. Kelin birpas boshiga oqrimol yopinib o'tiribdi-yu, bir ikki rюмка ichgandan keyin alamiga chiday olmay o'yinga tushibdi. Domla chapak chalibdi, ashulaga qo'shilibdi. Ha, aytganday dedi Karim ota piqirlab kulib. Domla sochlarini bo'yatibdilar. Azbaroyi xudo. Kuya tushgan postakka o'xshaydi. Mayli. Bo'yoq topilgan bo'lsa bo'yasin, lekin shu bo'yoq bilan qilig'ini ham bo'yashga, sochiga mos qiliqlar qilishga urinsa uncha yaxshi chiqmas ekan. Dar haqiqat. Domlaning fikr yodi o'zini iloji boricha yoz ko'rsatishda bo'lib qoldi. U nima qilsa, nima desa shuni esdan chiqarmas. Yosh ekanini ko'rsatish uchun qulay kelgan hech bir imkoniyatni qo'ldan bermas. Hali yoshsiz degan kishiga jonini, jahonini berishga tayyor edi. To'ydan keyin oradan bir oy o'tar o'tmas kelin g'alati bir dardga yo'liqdi. Ba'zan kechalar ha deb cho'chkiradigan bo'lib qoldi. Doktorga ko'ringan ekan, doktor bu dardning davosi dengiz havosi debdi. Domla ertasiga ertalabdan idora yugurdi. Soat 4 ga qolmasdan putyovka bilan poyezd biletini keltirib kelinga topshirdi. Kechqurun eshik oldiga ko'kish taksi ko'ndalang bo'ldi. Domla kuni bo'yi yelib yugurib holdan toyganiga qaramay ikkita og'ir jomadonni mashinaga o'zi olib chiqdi va yukxonaga o'z qo'li bilan joyladi. O'sha yengsiz qizil ko'ylagini, qizil shlyapasini kiyib hovlidan yana xo'rozqand bo'lib chiqqan kelinga mashinaning eshigini ochib berdi. Keyin chiqib yoniga o'tirdi. Mashina jo'nadi. Jo'nadi-yu tezlab do'ngroq ko'prikdan o'tishda nima bo'lib bagajnikdan qopqog'i bir ko'tarildi-da, boyaga ikkala jomadon otilib chiqdi. Ikkala jomadon xuddi bir-biri bilan chopishganda irg'ishlab talay yergacha bordi-yu, biri yo'lning o'rtasida, ikkinchisi trotuarga chiqib to'xtadi. Shofyor bundan kechroq xabardor bo'ldi shekilli, mashina 40-50 qadam narida to'xtadi. Mashina to'xtashi bilan domla eshikdan otilib chiqdi. Jomadonlarga qarab yugurdi va ketidan chopgan shofyor choyxonadan yugurib tushgan 3-4 kishining ko'magini rad qilib, har birini bir odam zo'rg'a ko'taradigan 2 jomadonni o'zi yakka ko'tardi va mashinaga tomon yurdi. U yarim yo'lgacha jomadonlarni azod ko'tarib bardam qadam tashlab bordi-yu, undan nari rangi oqarib, tizzalari qaltirab tentiray boshladi. Shunday bo'lsa ham nomus kuchli. Bir iloj qilib mashinaga yetib bordi. Jomadonlarni qo'ydi-yu, birdan ko'zlarini ishqalab mashinaga kirib ketdi. Shofyor jomadonlarni yaxshilab joyladi.
Mashina qo'zg'aldi-yu 10-15 qadam yurmasdan birdan eshigi ochildi. Xo'rozqon dodlaganicha o'zini yerga otib 2-3 yumalab ketdi. Odam yig'ildi. Xo'rozqonni ko'tarib olishdi. Xo'rozqon gapirolmas, dir-dir titrab kishnagandek bir tovush chiqarar va qo'li bilan mashinani ko'rsatardi. Bir necha kishi mashinaga tomon yugurdi. Shofyor qo'rqib nima bo'lganiga tushuna olmay bir chekkada turardi. Odamlar mashinani ochib qarasa, domla o'lib qolibdi. Ertasiga domlani ko'mish marosimi bo'ldi. Marosimga mahalladan odam ko'p qatnashmadi. Aftidan domla ko'p odamning qalbida bundan bir oy burun o'lgan. Ko'plar o'sha to'yni domlaning janozasi hisoblashga urinib ham ko'rgan edi.